tarjimoni degan masjid, insonni nomiga qurilgan masjid bor. Rasulullohning amakilarini Toyif shahri. o'g'illari bo'lgan, ha? Rasululloh o'zlari tug'ilganda yoniga ko'tarib kelsa, xurmoni chaynatib, tanglayini ko'tarib qo'ygan. Birinchi og'izga kirgan narsa Rasulullohning so'liga bo'lgan. Tanglay ko'tarish bormi? Qayerda bor? Kimning tarafida bor endi? Hamma yerda. Tanglay ko'taradimi sizlarda? Kim ko'taradi sizlarda? Tabibmi? Ahli ilmlar asal bilan ko'tarib qo'yadi. Nimada? Xurmodan ko'taradi. Ashini qilish kerak ekan. Shuni qilsa, shu yerda bir tomir bor ekan. Men ham eshitgan ma'lumotlarimni aytib qo'yay, balki adashayotgandirman. Shu tomirni yorib yuborish kerak ekan. Yorilar ekan shunda. Bunday ko'targanda yorilib, shu go'dakka quvvat bo'lar ekan keyin. Shuni yorib yuborsa, keyin ohanglari, Qur'on o'qiganda ovozlari yaxshi bo'lishining sababi shundan ekan. Shuning uchun shunaqa urfiy narsalarni yo'qotishimiz kerak emas. Ha, o'zimizni urflarimizni yo'qotmaylik. Yaxshi gapirgan sen. Rossiya yaxshi gapirdi. Uxladingiz siz. Nasıl uxladingiz? Vallahi gözü tahajjuddan beri. O oldi o'tirib Chiroyli shahar ekan. Ko'p yashil. avtobuslar yo'q kunga keldi. Ertadan indindan avtobus ko'payib ketadi. Sal inshaalloh ozroq kunga to'g'ri keldi. Hali ham ko'pchilik bozorda yuribdi-da. Bozoriylar qo'voldilar majmuasi. Dollarlar, tepakallar tugatdinglarmi? Ularning kami tugamaydi. Borgandan keyin haligi umraga kelganda Beshitaga chiqib tursang, hali G'odirdan osonda borish 5 riyalga olib borib qo'yadi. Ne chiqsam g'alati bo'lib qoladi hojiyalar. Ha, hojiya nima bo'ldi desam? Yo'q, hech narsa deydi. Ha, ketyapsan. Bozorga ketyapti debdilar. Maktab ashiga g'alati qosdi deb qara. Pul tegmaguncha ko'yin o'rniga tushmaydi. Keyin ayollar bilinglar, bari bularni 1-200 dollar bekitgan puli bo'ladi bularni, bilib qo'yinglar. Aslisini ham olaveringlar. Ash tugasin shu Makkada pullar hashlanib ketsin. Keyin ko'yin o'rniga tushib, ha, uyqular yaxshi bo'lib, pul tegadan keyin oromli bo'lib qoladi-da, bari puli qolmadi deydi. Qarz so'raydi. Keyin bankingizga tashlasak bo'ladimi deydi haligi. Ajoyib. Lekin bir narsani tushuninglar. Parvar